Joyning qurilgan maydoni 9'a 14 yarım, davamlı razmeri 6'a 4, zalni razmeri 7,5'a 4, spalnini razmeri 4'a 4, kuxnyani razmeri ham 4'a 4. Ahamiyat beradigan yerlariz arkasında bog'i bor, razmeri nechligida 5'a 9 tarsimonatib pedalansazlar bo'ladi. Sizlarga bonus tarafi bor. Qizil chiziqlaringiz aşı uydan sal o'tib bo'ladigan bo'lsam, bon tarafda maydonlaringizga qaranglar, bon tarafini bemalol pedalansazlar bo'ladi. 9'a 25 metr bonusli mestalarınız bor. İşte görüp turgan yerleringiz hammasi sizlarniki. Görüp turgan yerleringiz işte sizlarga bir fon joy hisoblanadi. İşte 2 boks gelaverishlaringizda sizlarga giradon qismlarınız. Pishgan karushdan 100%, betonlari ajoyib etib, podushkalari bilan, armaturlari bilan zo'rat qurilgan. Girib kelganlaringizni sizlarni keng dog'lan kutib oladi. Bu görüp turgan yerlaringizda sanuzillarınız bo'ladi. Qisqacha sizlarga tushuntirib o'taman. Arka taraflaringizda kuxnya, yangna bana. Kuxnyadan arqaga chiqsangizlar ham bo'ladi. Bu yerda xohlasangizlar, yani aytdim-ku, arka tarafı 5'a 9 deb. Bu yerda xohlasangizlar tarsiyon atinglar, xohlasangizlar kat qo'yinglar, arkasi ham keng. Yangna dashi gösteraman. Bon tarafda yechinish qo'ng'ishlarimiz nalariz yo'q, bemalol devorlarimiz qurilgan. Xullas kalam ajoyib yer. Kuxnyaning neda bo'lishini tushundingizda, bana girgandan keyin sizlarga bon tarafda spalni bo'ladi, yana ham orqaga qaragan bo'ladi. Xohlasangizlar ham aytganimdek ochib berib, yaski maydon atinglar, xohlasangizlar bu yerni ishi durishunda qo'yib pedalanaverasizlar. Banda zallarınızda razmerini ham aytib o'tib ketayim. 7,5'a 4'adi. Ko'cha tarafga qaragan bo'ladi. Zal bilan spalnining o'rtasida ikkinchi etajda chiqadigan zinalaringiz bo'ladi. Общий maydon 260 kvadrat, 2 etajdan hisobladigan bo'lsangiz. Joy qurilgan maydon 130, общий plashadkalaringiz 170 kvadrat. Birinchi etajda bir dona spalni bo'lgandan hech xavotir olmanglar. Ikkinchi etajda 3 dona spalni, bir sanuzil, bir dona ug'ul zal bo'ladi. Mehmonlar keladigan bo'lsa, deydi noziklarda fay chiqarib berasizlar. Yana bir ahamiyatli jihati, sizlarga ko'cha tarafdan ham balkon qo'yib beracaklar. Shu görüp turgan yerlaringizda xudo xolasa. Görüp turganlaringizda bu yerda 4 dona kotej tushadi. Bu meyvelarni ko'rdingizlarmi? Xalanglar bu meyvelarni chopmay ishlatsangiz ham bo'ladi. Xolasangiz chopib tashanglardan go'zalingiz qiysa. O'zlaringiz ko'chalaringizni 9'a 25 metr joy sizlarniki bo'ladi. Xalanglar gazon quringlar, xalanglar deski plashadka atinglar, xalanglar mashinalaringizni qo'yinglar. Umuman farqi yo'q. Adresini tushuntiradigan bo'lsam, bizlarimizdan Ogahiga kelaverishda imtiyoz bor. Imtiyozdan sal o'tgandan keyin Qo'zg'on poliklinikasiga chapga ketasizlar. Bizlarni kotejga kelish uchun o'ng aynalasizlar. O'ng ayналganlaringizdan keyin 3-ko'cha. Yaqinligini ko'rdingizlarmi? 3-ko'chaga kelganlaringizni sizlarni ishi kotejlar kutib oladi. 4 dona kotejimiz xudo xolasa yilning oxiridan, ish yilning oxiridan bitadi. Bemalol xarid etishlaringiz mumkin. Savdolarimiz boshlandi. Xohlagan to'lov yozini, xohlasangiz sizda kvartira bo'lsa, barter atinglar, uchastka bo'lsa, barter etsak bo'ladi. Mashina o'ylanib ko'ramiz, lekin xohlasangiz kreditga chiqarib olinglar, xohlasangizlar 50% ni berib, 50% ni 2-3 oyga bo'lib bersangizlar ham bo'ladi. Pastda nomerlarni qoldiraman, qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'zlaringiz kelib, hammasini ko'zlaringiz bilan ko'rganingiz yaxshiroq. Mesta zo'r yer, yana bir cho'tkarini aytib ketaman. Kim ish o'yini oladigan bo'lsa, bizani devolmakanda bo'ylamanglar, bu yiqiladi. Imunda yoppa, yaxshi odamni yon boshidan yopib o'tadi deydi-ku. Imida yoppa, kichkina endi salmoda sezlar ham bo'ladi. Bu görüp turgan yerlaringiz ham sizlarniki bo'lishi mumkin. Bu yerdan yechnichik yo'l, yechnichik ne o'tmaydi, nachullikni tushuntiraman. Imunda stalbalar visokovoltni simet turibdi, shuning uchun bu yerni yo'l, yechnichik o'tarlik etmaydilar. Bu yerdan ham o'zlaringiz pedalanib taraverasizlar. Qo'y boqaman, mol boqaman deb turgan bo'lsangizlar, bemalol boqib beraveringlar, ya tarsiyon sizlar ham bo'ladi. Bu sizlarni uylaringizni elde, yana zabor bor dedim qanaqa 9 metr, 25 metr yer sizlarni uylaringizni elde nishatsangizlar bo'ladi degan savolga javob beracakman. Shuni chiqqanlaringizdan keyin sizlarga zabor ko'rsatishi mumkin. Bu zaborni eldan ochasizlar, har bir uyni masalan 9 metr yer sizlarniki bo'ladigan bo'lsa, ochasizlardan polni 25 metr yere darvozaxona atinglar, xohlasangizlar plashadka qo'yinglar, xohlasangizlar futbolningizni o'ynasangizlar ham bo'ladi. Hech kim sizlarga hech nima demaydi, nechun desa bu sizlarni yer bo'ladi. Yo'q, yana aytganimdek, yerda hamjihatimiz, yechatimiz degan bo'lsa, keng yer, mevalari turibdi, uzumlari turibdi, bemalol foydalansangizlar bo'ladi. Yo'q, men o'zim addiyani girib chiqadi yer aytaman desangiz, ikki tarafini beklab, ishi ko'rib turgan paxsalaringizni yig'ib, savoylaringizga borincha yo'lakka qo'ysangiz bo'ladi. 9 metr, 25 metr yer, menimcha kichkina yer emas, yerda 5-6 mashin yo'q, vertolyot suzib ketadi bu yerlarda. Bemalol ishlatarasiz. Savdolarimiz boshlandi. Barakatinglar, uylaringiz barakali bo'lsin. Sog' bo'ling.